Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan JavaScriptga bag'ishlangan birinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bugun sizlar bilan JavaScript ulash, o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari haqida tanishib olamiz. Xo'p, o'zi JavaScript nima? JavaScript bizga 1995-yilda Brent H tomonidan NetSpace kompaniyasiga yaratilgan, 10 kun ichida yaratib berilgan. Xo'p, bu tilda dastlab Mocha deb nomlangan, keyinchalik esa LiveScript va oxiri JavaScript deb nomlangan. Xo'p, ko'pchilik Java bilan JavaScriptni ham adashtiradi. O'sha payt Java populyar bo'lgan, shuning uchun JavaScript nomlangan. Java bizga mobil ilovalar yaratish uchun ishlatilsa, JavaScript esa web ilovalar, ya'ni veb saytlar uchun ishlatiladi. Farqini ham adashtirib yubormaydi. JavaScript saytni jonlantirib, foydalanuvchi bilan muloqot qilish va o'zgaruvchan qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni funksional qismlariga JavaScript javob beradi. Xo'p, ularga misol, masalan, bitta knopkani bosganda mana bunday ko'rinishdagi menyu ochilishi ham bu JavaScript vazifasi. Yoki mana bu yerda shriftlarning har xil turlari bor. O'shani bosgan paytimizda saytimizda o'zgarishi yoki masalan tillarning o'zgarishi, bularning hammasi JavaScript qilib beradi. Xo'p, JavaScriptni yaratib olamiz. JavaScript faylning kengaytmasi .js. Xo'p, bitta papka ochib olamiz. Masalan, JavaScript deb nomlayman. Shu yerga har bitta darsda uchun alohida papkalar yaratib ketsanglar ham bo'ladi. Masalan, lesson 1. Mana bu yerdan papkamizni ochib olaman. Va bizga kerak bo'ladi index.html. Keyin kerak bo'ladi script.js. Xo'p, endi HTML ichiga yozamiz. JavaScript deb qo'yaman. Xo'p, JavaScript faylning kengaytmasi .js ekan. Script bu shunchaki JavaScript faylning nomi. Xo'p, JavaScript fayl HTML faylni body oxirida joylashishi kerak. Chunki bu sahifa to'liq yuklanishini kutib turadi va JavaScript kod to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Bu sahifa tezroq yuklanadi. Ya'ni bizda JavaScriptni ulashimiz kerak. Ulash doim bodyning eng pastida joylashgan bo'ladi. Va mana script.js deb qo'yamiz. Sababi bizda birinchi HTML yuklanishi kerak, keyin CSS yuklanishi kerak va oxirida JavaScript yuklanishi kerak. Ya'ni odam miqyosida tushuntiradigan bo'lsam, odamning skeleti yaratilyapti. Keyin unga ko'rinishini chiroyli qilinyapti va uni jonlantirilyapti. Agar bizda ko'rinish yaratilmasdan turib jonlanib ketsa, u xunuk bo'lib qoladi. Shuning uchun doim oxirida yozganmiz. Yoki bu muammoni yechishimiz ham mumkin. Defer degan atributi bor. Bu atribut bizga JavaScript faylni oxirida o'qishga yordam beradi. Oxirida o'qishini tushuntiradi. Xo'p, shuning uchun biz buni yuqoriga ham qo'ysak bo'ladi endi bemalol. Xo'p, endi bizga CodeRunner degan extension kerak bo'ladi. CodeRunner bu JavaScriptda yozgan kodlarimiz natijasini ko'rish uchun ishlatiladi. Bu run extensionni ishlatish uchun Node.js dasturini ham o'rnatib olishimiz kerak. CodeRunnerda ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Xo'p, uni yuklab olamiz. Extension bo'limiga kirasizlar. Agar sizlarda extension bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu qismda sizlar Ctrl Shift X da bossanglar ham extension bo'limi ochiladi. Mana shu yerda turibmiz. Ctrl Shift X da bossam, mana extension bo'limi ochildi. Bu yerga yozamiz. Run deb yozsak, mana CodeRunner degan extension chiqadi. Buni install qila olasizlar. Menda install qilingan bo'lsa, uninstall degan yozuv chiqadi. Yuklab bo'lgandan keyin va Node.js da o'rnatib olamiz. Node.js da o'rnatish uchun bizga
Node.js sayt kerak bo'ladi. Node.js.org English deb yozsanglar mana shu saytni ochib beradi. Bu yerdan yuklab olish uchun download deb bosasizlar yoki get Node.js deb bosib, keyin mana Windows uchun download qilib olamiz buni. Sizga Node.js'ni yuklab bergandan keyin uni ustiga bosib o'rnatib olamiz. Xo'p. Bu o'sha run kodni ishga tushirish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, endi JavaScriptga kiramiz va kod yozishni boshlaymiz. Xo'p, JavaScriptda bizda o'zgaruvchilar bor. O'zgaruvchilar bu ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. O'zgaruvchilar ikki xil bo'ladi: let va konstanta. Let bizga qiymatni o'zgartirish mumkin bo'lgan o'zgaruvchi e'lon qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni qiymatini keyinchalik o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, masalan, let deymiz, yosh deymiz, 24. Bu yoqqa teng, bu tenglik amali emas, o'zlashtirish amali. Ya'ni yosh degan so'zga 24 degan qiymatni biriktirib, ya'ni o'zlashtirib beryapti. Va buni natijani ko'rish uchun biz console logdan foydalanamiz. Console log bizga natija ko'rish uchun ishlatiladi. Va bu yerga nimani ko'rishimizni yozamiz. Masalan, yosh degan o'zgaruvchini qiymatini ko'rmoqchimiz. Va run kod qilamiz va bu yerda mana 24 deb o'shani qiymatini qaytaryapti. Xo'p, endi buni o'zgartiramiz. Yosh deyman va 25 ga o'zgartiraman. Va yana natijani ko'ramiz. Bizda mana 25 chiqyapti. Natija o'zgardi. Va bizda konstanta bor. Konstanta qiymati o'zgarmas bo'lib qoladigan o'zgaruvchini e'lon qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni bizda bitta o'zgaruvchi yaratiladi va uni qiymatini o'zgartirmasak, biz konstantadan foydalanamiz. Const deymiz. Masalan, ism. Ism bizda o'zgaruvchisi qolsa, o'zgarmasdan qolsa, uni const deb bersak bo'ladi. Lekin asosan let ishlatiladi. Katta o'zgarish yo'qda, masalan, letda yozib ham bir marta yozib uni o'zgartirmasak ham konstanta bilan kuch darajasi bir xil bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz ko'proq letdan foydalanamiz. Console log ismni ko'radigan bo'lsam, mana Alimardon deb ismni qaytaryapti. Xo'p, bu yerda har xil vazifalar berilgan. Masalan, ism familiyani chiqaring. Bu yerda mushukning ism familiyasini chiqaring. Shunga o'xshagan vazifalar bor. Bularni ham qilib ko'rasizlar. Yuqoridagi ko'rsatganlarimga bog'liq bo'ladi vazifalar. Xo'p, endi keyingi qismi ma'lumotlar turlarini ko'ramiz. Ma'lumotlar turlari ikki xil bo'ladi: primitive va reference. Xo'p, primitive turlariga bizga string, number, boolean, undefined, null ana shular kiradi. Reference turlariga esa obyekt va arraylar kiradi. Xo'p, ma'lumotlar turini ko'rishimiz uchun biz type degan hodisadan, metoddan foydalanamiz. Type of deymiz. Buni jo'natib tashlaymiz. Va natijamni run qiladigan bo'lsam, buni turini qaytaryapti. Ya'ni text ma'lumotlar string turiga mansub bo'ladi. Xo'p, masalan, son teng 24 deydigan bo'lsam, console logga ko'ramiz. Type of son. Xo'p, Ctrl Alt N ni bossanglar ham natijani ko'rsatishga ochib beradi. Son turi numberga oid ekan. Xo'p, masalan, yana bitta const is long, ya'ni uzunmisiz degan savolga true deb javob bersak, ya'ni true, false bu boolean turi hisoblanadi. True degani rost degani, false degani yolg'on degani. Va is long deyman. Bu yerdan oldidan type of deyman. Va natijani ko'radigan bo'lsam, mana boolean turiga mansub deb chiqyapti. Xo'p, yana undefined va null ni ko'ramiz. Undefined bu
o'zgaruvchi yaratilib, lekin qiymati berilmagan bo'lsa, undefined bo'ladi. Masalan, mevalar. Xo'p, mevalar degan bizada o'zgaruvchi bor. Lekin unga qiymat bermasak va console logga mevalarni ko'rsak, endi natijani ko'rsam mana undefined chiqadi. Sababi bizada mevalar o'zgaruvchisi bor, lekin qiymati yo'q. Xo'p, mana shunaqa holatlarda bizada undefined deb chiqariladi. Bu nima uchun kerak? Bu xatolikda tushunib olish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, endi null. Null bu yo'q o'zgaruvchini chaqirsak null bo'ladi yoki nullga qiymatni tenglashtirib ketsak ham null bo'ladi. Xo'p, masalan, bizda saytimizda keyinchalik backenddan ma'lumotlar olamiz. Frontend, backend nimaligini web dasturlarga kirish darslarimizda tushuntirganman. O'sha backenddagi ma'lumotlar kelishda xatolik yuz bersa, o'sha xatolikni biz saytda ko'rsatamiz, nimadir xatolik bo'ldi deb. O'sha narsa boshida xatolik bo'lishi kerak emas. O'shanda errorni qiymatini nullga tenglashtirib turaman. Ya'ni xatolik degan narsani o'zi yo'q degan. Ya'ni o'zgaruvchi yo'q narsani biz chaqirib qo'ydik degani. Ya'ni bizda hali xatolik yo'q, lekin qiymatini yozib qo'ydik degan. O'shanaqa holatlarda biz null degan qiymatni ham ishlatamiz, nullga tenglashtir. Null bilan nullni farqi bor. Null bizda qiymat bor, ya'ni unga 1 ni qo'shsak bittaga oshib boradi. Null esa unga hech narsa qo'shib ham, ayirib ham, o'zgartirib ham bo'lmaydi. O'zgartirib bo'ladi-yu, faqat qanaqadir qiymat, yangi qiymat berganimizda, masalan, errorda qiymatini xato degan yozuv bersak, bu nimani xato degan yozuvga o'zgartirib beryapti. Ya'ni qiymatni mana shunday qilib o'zgartiryapmiz. Endi xatolikni nima ekanligini chiqaryapmiz. Xatolik bo'lgandan keyin bu shartlarni keyingi darslarda o'rganamiz. Hop, endi reference turlarini ko'ramiz. Reference turlariga obyekt va arraylar kirar ekan. Hop, obyekt nima degani? Obyekt biror bir shaxs yoki narsani xususiyatlarini ta'riflash uchun ishlatiladi. U xususiyat va qiymatlar bilan ifodalanadi. Masalan, let shaxs teng obyekt mana shunday figurni qavs yordamida ochiladi va masalan ism bu yerda Joe va yosh masalan 24 mana shunday qilib yozib ketaveradi, virgul bilan ajratib. Va uni qiymatlarini ko'rmoqchi bo'lsak ham, biz console logga nima deymiz? Shaxs nuqta bilan ko'ramiz. Nuqta deyapman, mana ism va yosh chiqyapti. Va masalan ismni ko'rmoqchi bo'lsam, keyin kod runnerda yaxshi tomoni, masalan, kerakli joyni shunday belgilab, o'sha joyga run kod qilsanglar ham bo'ladi mana. Faqat o'sha joyda ko'rsatadi natijasini. Javob deb chiqyapti. Bu obyekt bo'ladi. Obyektlar haqida yana batafsil gaplashamiz. Obyektning asosiy ishlatiladigan joyi backenddan ma'lumotlarni yig'ish uchun ishlatiladi. Ya'ni biz Googledan registratsiya qilgan paytimizda ism, familiya, emaillarimizni yozib yuboramiz-ku. O'sha ma'lumotlar saytda yig'ilib boriladi, keyin bizning profilimiz yaratiladi. Ya'ni saytdagi rasmimiz, masalan, Telegram misolida aytadigan bo'lsam, Telegramdagi rasmimiz, ism, familiyalarimiz mana shunday bazada yig'ib boriladi obyekt formatida. Tushuna olishlaringiz uchun mana shunday deb o'rganib ketsanglar bo'ladi. Keyin array bu bitta o'zgaruvchi nomi ostiga bir nechta qiymatlarni yig'ishga aytiladi. Masalan, biz bitta o'zgaruvchiga faqat bitta qiymat berishimiz mumkin-ku, lekin arrayda esa bir necha qiymat bersak bo'ladi. Array mana shunday to'rtburchak qavs ichida yoziladi. Olma, masalan, mevalarda anor, hop, keyin uzum, mana shunday yozamiz. Va console logga ko'radigan bo'lsak, masalan, mevalarni hozirgi qiymatlarini qaytaradi. Run kod qiladigan bo'lsa, olma, anor, uzum chiqadi. Bu xatolik mana yuqorida ham mevalar degan o'zgaruvchini ishlatganim uchun shunday bo'lyapti. Xo'p, endi
kommentariy olib qo'ysanglar bo'ladi. Kontrol so'roqni bosib. Endi ichidagi birorta qiymatni olmoqchi bo'lsam, masalan, olmani olmoqchi bo'lsam, bizda JavaScriptda tartib raqam 0 dan boshlanadi. Shuning uchun biz 4 burchak qovusni ochamiz va tartib raqamini aytamiz. Shunda bizda 0 desam, hozir birinchida turgan olmani chiqarib beradi. Mana shunday ichidagi qiymatlardan foydalanishingiz mumkin ekan. Xo'p, bu array ichiga ixtiyoriy qiymat yozsak bo'ladi. Son yozsak bo'ladi, true, false, boolean turlari va obyektni o'zini ham yozsak bo'ladi mana bunday. Aynan backendda mana shunday formatda ma'lumotlar yig'ib boriladi. Ya'ni array ichida obyektlar mana shunday yig'ib boriladi. Mana shunday ketma-ketlikda yig'ib boriladi. Obyekt ko'rinishida va array ichidagi ma'lumotlarni bitta-bittalab chaqirib olib ishlataveramiz. Xo'p, mana shu har bittasida vazifalar bor. Bu vazifalarni qilib olasizlar va tushunmaganlaringizni so'raysizlar va bizning saytimizda vazifalarni ishlanishi ham ko'rsatib borganman. U bilan ham qarab chiqmagan masalalarni o'rganib olasizlar. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.